Assalomu alaykum. Penoblog O'zbekiston kanali obunachilari. Do'stlar, 12-may holatida mana eski uyimizda buzish jarayonlari boshlandi mana. Ha, yangi uyni vassalarni bosib taxlab qo'ydik, penaga tayyor qilib. Bu yoqni ham ko'tarib, bu uy bilan teng qilgandan keyin buni ham vassa bolorlarini bosib, bircha pena qo'yamiz hammasiga. Girdini, pardevorlarini 3 qator ko'tarib yana bircha pena qo'yamiz. Mana paxsalik eski uyni buzib tashab, penoblokdan yangi ko'taryapmiz. Bu tomon ko'tarilganiga 1 yil bo'ldi. Bu tomonni ko'tarilganiga. Mana shunday ish jarayonlari davom qilyapti. Hozir bu uyni joyi ayvon, hammasi bitta ayvon bo'lib qoladi. U tomonda yashaladi faqat. Tekisligiga baho beramiz. Tekis qilib qurilgan uyimiz. Tep-tekis uyimiz. Kim mana shuni penoblokda uy quraman deyotgan bo'lsa, sifatli penobloklarni yetkazib beryapmiz do'stlar. Ekrandagi nomerlarga telefon qilaverasizlar. Adresimiz Qashqadaryo Muborak tumanida 12,5 mingdan joyda yuklab beryapmiz. Mana bu tomonda penobloklarimiz, hovli tomonda ham bor. Ko'cha katta plashatkamiz ham to'ladi do'stlar. Penobloklarimiz bor. Telefon qilaverasizlar ekrandagi nomerlarga. Xitoy hind parashoylariga sifatli qilib chiqarilyapti. Hatto qo'l umuman botmaydi. Mana shu oddiy misol, penoblokdan qurilgan uy 1 yildan beri turibdi. Mana shu tomondan ko'rinishini ko'rsangizlar, o'zir sifatliligi bilinib turibdi. Xitoy hind parashoylarini penoblok sharini yetkazib beramiz. Telefon qilaverasizlar ekrandagi nomerlarga. Adresimiz Qashqadaryo Muborak tumanida. Do'stlar, xullas, videomiz yoqgan bo'lsa, like'larni bosamiz, kanalga yangi bo'lsangiz obunachilik tugmachasini bosib qo'yishni unutmanglar.